30 million so'mlik novvos o'ldi do'stlar. Bir kichik e'tiborsizlikni deb. Do'stlar, hozir o'zimiz molxonadamiz. Bizning novvoslar shunday turibdi. Yangilik bor, yangilik. Ventilyator o'rnatdik hozir bitta. Nimaga videoni boshida novvos o'ldi deb nomlangan sababi? Bugun bir aka bilan gaplashdim. Uyda 10 tadan ortiq novvosi bor. Ventilyatorni o'rnatgan. Xuddi shunday o'rnatgan, lekin og'zi simga yetadigan bo'lib qolgan. Simni tortgan, pastga tushgan. O'sha tishlaganda tok urgan. O'shin bilan shu yerda nasmert qolib ketgan do'stlar. Tishlagandan keyin qaytib qo'yib yuborilmagan tok urganga. Hozir bizni ham molxona past, qancha baland o'rnatganingiz bilan baribir yetib qolishi mumkin. O'shuning uchun biz bunga bir yechim qildik. Hozir ko'ramiz. Hozir bu ulangan joyi. Ko'rishlaringiz mumkin. Shunday tegib turibdi, mis sim. Alyumin sim. Ko'rib turibsizlar. Shunday tegib turibdi, agar mabodo novvos yetib simni tortgan taqdirda sim joydan siljiydi, o'sha bu yoqqa tok kelmay qoladi. Endi ventilyatorning foydasi ichkarida shabada yurdi do'stlar. Biz portichkani nabarot naryoqdan ikkita qo'yishimiz kerak ekan, bu yerdan qo'yib qo'ydik. Umuman ichkarida skvoznoy yo'q. Mollarga dim bo'lib ketyapti ichkari, pashsha ko'payib ketdi. Ventilyatorda qo'ydik, o'sha bilan ancha o'ziga keldi novvoslar. Novvoslarda holatlari ko'rishlaringiz mumkin vaqti. O'ta zo'r holatda, trivesi 500 kg, 520 kg atrofidagi novvoslar. Olingan narxlari 13 million 500 ming, 13 million 800 ming, 14 million 200 mingga olingan do'stlar. Vaqt 6:30 dan o'tyapti. Shuning uchun sal qorong'iga qarab ketyapti, shomga qarab ketyapti vaqt. Keyin molxonamiz past. Aynalar kamligi uchun yorug'ligi ham unchalik yaxshi emas do'stlar. Novvoslar endi tish buzgan. Zotli emas, hech qaysinisi hammasi mesni o'zimiz bozordan, Quvona bozoridan olingan do'stlar. Bugungi videoning asosiysi shu ventilyator haqida bo'ldi. Ventilyatorda iloji boricha do'stlar, ikkita molni o'rtasiga bitta qo'yinglar. Hozir bittasini arqani bu yoqda, bittasiniki bu yoqda, ikkalasini o'rtasiga ventilyator turdi. Endi manetga yana bitta qo'yiladi. O'shundan ancha yaxshi bo'ladi. Keyin bundan katta ventilyatorlarni olishdi, qo'yishdi. Bunaqa past joyga maslahat berilmaydi do'stlar. Iloji boricha 3 metrdan baland joylarga bunaqa katta temir ventilyatorlarni olishlari mumkin. Hozir eng optimal variant shu. Mollar novvoslar maza qilishyapti tayida turib. Yarim soat bo'ldi do'stlar buni qo'yilganiga. Keyin bunga bo'ka bolalab ketibdi deb doktor aytdi. Ikkovini qilgan. Kecha kuni sovunli suvda buni cho'miltirdik. Lekin yeyishlari hamma joyi joyida. Men qo'rqdim, dermatit bo'lib qoldimikin deb. Chaqirsam yo'q, dermatit bo'lsa birinchi bo'lib ishtahadan qolar ekan do'stlar, bilib olgan yaxshi, bilib olinglar. Men ham endi bildim o'zim uchun. Birinchi bo'lib ishtahadan qolar ekan. Menda bo'lsa faqat bo'yniga toshidi, mana shu bo'yni atrofiga toshidi. Bu bo'ka bolalab tashlasa, shu yerda shunday bo'lar ekan do'stlar. Ikkovini qildi, keyin yozgi parazitlarga qarshi bunga ham ikkov qilib ketdi. 150 ming so'm pul bo'ldi kelasi do'stlar. Bu 14 million 200 mingga olingan novvos. O'ta zo'r ketyapti do'stlar bu. Bu bir oy oyog'i og'riyotganini nisbatiga bir oy kech o'ziga olishni yeyishni boshladi.
Ozuqalar do'stlar, bu ertalab berilgan ozuqalar oldida 5%, 4% qoldi. Mana ko'rishlaring mumkin, yemlari chipchadan bor. Hali kechki yemlari berilgan yo'q. Mana shu ventilyator qo'yishda ehtiyot bo'lib, e'tiborli bo'lib qo'yishlarini tavsiya qilaman. Xafa bo'lib bugun aytib beryapti, endi 30 million birdaniga kichkina xatoni deb yo'qolib qolsa, barcha achinadi u bo'lgan ish uchun. O'shuning uchun ehtiyot bo'lishlarini so'rayman. Mana yana bir ko'rib oringlar. Shunchaki ilinib turibdi do'stlar. Novoz tortib yuborgan taqdirda ham shunday to'kdan uziladi. O'sha qo'l tegib ketsa to'kdan uziladi do'stlar. Hozir molga qarash vaqti bo'lyapti o'zi. Somon uyitilgan. Do'stlar, men somon chiqarib qo'yaman. Mana 3 sm, 4 sm atrofida somonlar. Har biri bir mahalliy. Bu ideal ko'rim yem. Xuddi shunday do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Abdurahmon Quvali bola kanalida bo'ldi.